Assalomu alaykum hurmatli mahalladoshlar. Bugungi yig'ilishimizga sabab butun tumanimizni larzaga solgan, tasodifan bo'lsa-da o'z qizining qotiliga aylangan mahallamiz fuqarosi Shohsanam Ismatovaning qilgan jinoyatini ko'rib chiqish uchun to'plandik. Hozir mahallada muhokama qilganimiz Shohsanamning ushbu vaziyatga tushishiga olib kelgan sabablarni kelinglar psixologik tahlilni ko'rib chiqamiz. U yana Shohsanamxon mana shu holatga ijtimoiy, huquqiy xatar guruhlarga o'z ixtiyori bilan kirdi. Jinsiy nafs yo'lida farzandlarini qotilga aylandi. Men bu kun Shohsanamning yaqinlariga, mehnat mahalla faollariga, bu dahshatli qotillikni eshitgan yoshlarga murojaat qilmoqchiman. Sud uni 12 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Bugungi to'planishimizdan maqsad bu jinoyat nima uchun yuz berdi? Shohsanam nosog'lom muhitda katta bo'lgan. Ota-onadan mehr ko'rmagan. Bu jinoyatda Shohsanamning yaqinlari, otasi, onasining ham aybi bor. Har kim o'z ekkanini uradi degan xalqimiz juda ham to'g'ri. Yosh qiz yomon yo'lga kirgan, 2 marta turmushga chiqib ajrashgan. Ayni shu sog'lom muhit, atrof muhitning ta'siri jamiyatning qaysidir ma'noda befarqligi Shohsanamning ayni shu vaziyatga tushishiga sabab bo'ldi. Amerika Qo'shma Shtatlik mashhur psixolog va psixiatr Erik Byornning hayot ssenariyasiga ko'ra, bolaning hayot mazmuni bola onadan tug'ilganidan boshlab 7 yoshgacha shakllanib boradi. Keyin hayot davrida esa shaxs hayot mazmunini faqat boyitib boradi. Ammo shaxsning hayot ssenariyasida asosi poydevor o'sha 7 yoshida ota-onadan, yaqinlardan, ijtimoiy muhitdan olgan taassurotlari, hayotiy xulq-atvor tajribalari yetakchi rol o'ynaydi. Aytilganidek, qush uyasida ko'rganini qiladi. Albatta inson tanqidiy, analitik fikr, tafakkurga ega. U o'zining hayot mazmunini xato ekanligini, anomal ekanligini anglab yetsa, uni o'zgartirishi mumkin. Ammo bu qobiliyat afsuski hammaga ham nasib etmagan. Oiladagi nosog'lom muhit bolaning endigina shakllanib kelayotgan xarakteriga, xulq-atvoriga salbiy ta'sir etadi. Hayot yo'lini, hayot mazmunini tanlaganda xato qilmang azizlar. Buzuq yo'ldan saqlaning. Nega? Chunki siz faqat o'zingiz uchun emas, balki kelajak avlod uchun ham javobgarmiz. Javobgarmiz. Bu voqeadan qanday xulosa chiqarish o'zingizdandir.